Alhamdulillah bu ikinci qism. Hop. Bize mana savol keluvdi, ya'ni ikkinchisi what is the plant transfer function in its body form. Endi buni body formda yoza olishing uchun birinchi o'chirtda mana bunga qaraysan, ya'ni GPga xuddi shu narsa, o'sha formulamiz, ya'ni GP bor edi, berilgan. Aynan o'sha GPni what is the plant emasmi? G sang berilgan plant what is the plant transfer function in its body form dot, ya'ni body form yozgin dot. ZPK desang buni body formda chiqarib bermaydi, просто o'zini oddiy mathematical formda chiqarib beradi. Body formga o'tkazish uchun mana bu tepasida 2 bor, 2ni chiqarib olasan tashqariga. Mana bu 3 bor ekan, 3 chiqarib olasan, ya'ni 1 qo'shilgan, ya'ni mana bunaqa body formga olib kelishing kerak. Qanaqadir k konstantin 2-1 o'zi minus qo'shilgan desang ham farqi yo'q, minus desang ham bo'ladi. Atak biz qo'shilgan deb ham ishlaganmiz, farqi yo'q, chunki mana bu ham complex conjugate, ya'ni ikkinchi qismi mana bunaqa, ya'ni complex conjugate bor. Bu yerda complex conjugate negative poles dotdi. Negative poles ham mana bu yerda minus bilan belgilamagan. Atak plus bilan qilsang ham bo'ladi, minus bilan qilsang ham bo'ladi, farqi yo'q. Xo'p. Endi mana shu 2ni tashqariga chiqarib olasan, 3 tashqariga chiqarib olasan, keyin mana bu narsani bu negative complex conjugate pole hisoblanadi. Xuddi shu polingni mana bu formaga olib kelib olishing kerak. Hop, endi bu narsa bor. Ya'ni MATLABda turibdi, qog'ozingga ishlaysan. Cho'chilmaga yaxshi olmayapti-da. Bo'ldi, endi yaxshi o'tdi. Qara. Bu yerda ikkinchi qazog'dim, ya'ni o'sha transfer functiondan mana ikkinchi qazog'dim. Pastdan 3 qazog'dim. Keyin bu yoq qismidan 25 qazog'dim. Ko'rgan bo'lsang, negative complex conjugate ga olib kelish uchun, ya'ni MATLABdagi yanlishmasam ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Xo'p. Ya'ni MATLABdagi mana qismidan, mana pastidan 25 qazog'ishim kerak, chunki 1 qo'shilgan, formulada 1 qo'shilgan, s ko'paytirilgan 2 qilib olishim kerak-da. Endi 25 qazog'dim. Keyingi stepda 2/75, ya'ni mana bu sonlarni hammasini bu yoqqa oldim. Keyin bu yoqda 2 ko'paytirilgan, ya'ni ikkinchi qazog'dim. Bu yerdan, ya'ni 6 dan ikkinchi qazog'dim. 3/5 0.6 taqsim 5 bo'ldi. 5 bu frequency, chunki mana bu 5 turibdi. Ya'ni MATLABda, ya'ni mana bu formulaga olib kelib olishing keraksan. Bunda ko'rsatilganda mana bu 2 ko'paytirilgan dumpingim 0.6 bo'ldi. Keyin WN manda 5 bo'ldi. Mana bu WN kvadrat bo'lishi kerak. Xuddi shuni formulaga olib kelib olasan. Xo'p, endi davom etamiz. Buni olib kelib oldim.
botga yozib chiqishing kerak. Ya'ni keyingi misol ishlashing shu keyingi misol xuddi shunga bog'liq. Ya'ni draw the asymptotic magnitude body plot of G. G ni asymptotic magnitude body plotini chizishing kerak. K deysan, K barobar K imiz, ya'ni mana bu formulaga asosan mana shu asymptotic body plot hisoblanadi. Ya'ni K ko'paytirilgan mana shularni yozib chiqishing kerak. Keyin 2 taqsim 75 bo'ldi. Keyin hop bitta pol bor bizda. Ya bitta pol emas, pol 1 2 3 ta polim bor ekan. Bitta 0 bor ekan. Hz degani o'sha transfer function 0 degani. Ya'ni birinchi aniq. Bir qo'shilgan s taqsim 2 bo'ldi bizda. Xohlasang qo'shchi olib yozsam bo'ladi, xohlasang shart emas, demak farqi yo'q. Keyin pol bir taqsim bir qo'shilgan, ya'ni ajrata olmanda, ya'ni ko'paytmalarga qilib ajrata olman. Har bitta qo'shni ko'paytmaga qilib ajrata olasan-da. Kompleks konjugate alohida, pol alohida, ya'ni negativ poling, ikkita negativ pol bor, bitta negativ kompleks konjugate poling bor. O'shani yozib olishing kerak. Ya'ni ko'paytmaga ajratib. Xo'p, s taqsim 3 bir qo'shilgan s bir taqsim, ya'ni bir taqsim bir qo'shilgan s pol 2 bu. Endi complex conjugate negative pol. Complex conjugate negative polda CPN deb yozib qo'ydim, HCPN. Bir taqsim bir qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 0.16 bo'lingan 5 ko'paytirilgan s qo'shilgan taqsim 5 kvadrat. Xohlasang shunaqa yozib olsang bo'ladi. Xohlasang mana buni olasan. Biz nima qilamiz? Prosta 25 ga bo'lib olganmiz-da, mana bu narsani. Shundan buni olasan-da. Mana bu narsani olasan. Keyin buni 25 ga bo'lishing kerak-da. Ya'ni mana bu yerga 25 deb yozib qo'ysang. Da. Ya'ni mana bu narsani 25 ga bo'lib olsa, mana shu ikkalovi bir xil bo'lishi kerak. Ko'paytirilgan s CPK CPK hop 25 taqsim xuddi shunaqa mana. Ikkalovi ham bir xil ko'rasan.
Bu yerda ham bir xil narsa chiqdi, bu yerda ham bir xil narsa chiqdi. Xohlasang ham bunaqa qilib yozib chiqsang ham bo'ladi, o'zingga anaqa ishonching komil bo'lishi uchun. Hatta kilo ham bir xil narsa. Ya'ni mana birinchiniki, mana narsaniki bu. Ma'mining bo'lsa ikkinchiniki, ma'miniki. Kilo ham bir xil narsa. Chunki 25 ga bo'lardi-ku, endi matematik formula bo'yicha 25 bu yoqqa olib chiqib tashlsang 1/25 bo'ladi. Tepaga chiqib ketadi. Mana bu narsani ham bir xil. Hop, buni aniq yopib qo'yamiz. Kerak emas. Hop. Почти bo'ldi. Endi body deysan. Body deb figur desam, birinchi o'chiqda keyin chiqsam. Keyin 0 qo'ying. Hop, H0, HP1. HP2. Xohlasang hech qanaqa mana anaqalarni olib tashlashing ham bo'ladi, misol uchun. Grey o'zi bilib boshqacha anaqa rang chiqazib beradi. HP2, HCP. Hop, bu. Ya'ni mana. Ya'ni complex conjugates Pauline, complex conjugate Paul. Shuni olasa endi u просто ajratib beradi. Har bitta aniqini tepasiga label qilib chizib beradi. Legend degani. Endi Ctrl Enter bossang chiqazib beradi, o'zi tayyor chizib, ya'ni boshini o'tirganingizda qanaqa chiziladi yo'q. Ikkiloni ham chiqazib beradi, face ham chiqazib beradi и keyin mana nuqta virgulni olib tashlashing kerak. Kerak 10 keyin hold 10 deysan. Bo'ldi, sizga yig'ish kerak katta ehtimol bilan.
qanaqadir error beryapti. 25 taqsim 25. Nima transfer function emas deb shunga error berayotgan ekan. Mana qaraganda, mana 2 taqsim 75 deb yozasan-u, bu oddiy son deb o'ylaydi. Buni constant deb o'ylaydi. O'zi constant, lekin transfer function deb berishing kerak. Body'sini chizish uchun bunga transfer function deb bermasang, buni oddiy constant qanaqadir son deb o'ylaydi. TF deb yozib qo'yasan, transfer function o'girib beradi buni. Unga constant bo'lib qolaveradi, ya'ni 2 taqsim 75 bu. Hop, endi mana bu narsalar kerak bo'ladi. Shtobi ajratib olishing uchun Ctrl Shift A bossang, kommentdan oladi. Keyin Ctrl Enter bosasan, chiqasan. Bo'ldi, shu qaysi rangi, qaysi figuraligini ko'rsatib beryapti mana. Bu minus nechidir ham, chunki logaritmik skelda-da bu. 2 taqsim 75. Hop. Mark 2db tekshirib olish uchun postak. Mark 2db deb yozsam, pastiga ko'ryaptim. Mark 2db deb yozsam, 2 taqsim 75. Magnituddan desibelga o'girib beradi. Bunda minus 31 48 deb ko'rsatyapti. Endi bu yerdan ko'rsam bo'ladi nechiligini. Xuddi shu necha 31 48, xuddi shu soniya. Doqsinan ko'rinadi 31 5. Ya'ni 48 bu 5 deb olibdi-da, approximate qilib. Xuddi shuni ko'chirib olasan bo'ldi, anaqa o'zing chizmoqchi bo'lib boshini og'ritib o'tirmaysan, ma'nolarni ham xuddi shunaqa ko'chirib olsang bo'ldi. Ya'ni bittasi mana K2, mana K, mana ustiga bossang ko'rinadi, mana anaqaniki. 0 poliniki, 0 pol deb belgiladi-ku buni. Qaysi nuqtadan o'tishigacha ham ko'rsatib qo'ygan. Keyin bu complex conjugate, ya'ni complex conjugate polling. Hop, общийni ham chiqarishing kerak. Bittadan общий qolib ketib qolibdi, ya'ni GP. Xuddi GP ni ham qo'shib qo'yamiz. Planting ne bu? Hamam sal xato beryapman. Oxirida GP ni ham qo'shib qo'ydi. GP ni rangi mana bunaqa rang ekan, ya'ni mana uning GP. Xohlasa show bosib faqatgina magnitudni ko'rsatsang bo'ladi. Mana faqatgina magnitud ko'rinadi, kattalashtirsan. Undan sal-salroq qolib qo'yasan. Keyin ko'rib yoza olasan, misol uchun. GP degani o'sha planting общий o'g'il xuddi shunaqa bo'lyapti, ya'ni bu yerda senga anaqangi ta'sir qilyapti. Magnitud, ya'ni K borku, konstantin ta'sir qilyapti. Общий mana sxeminga bu pastga tushiryapti, keyin mana pollaring ta'sir qilib общий GP shunaqa ko'rinish hosil qilyapti. Keyin yana show bosasan, face ochasan-da, keyin showdan magnitudni olib tashlab, buni yozib olasan. Mana общий o'g'il GP qanaqa bo'lish. Shunaqa qilsang o'zingga osonroq-da, xuddi shunaqa chizishing kerak. Ya'ni anaqangi paperingga xuddi shunaqa chizishing kerak. Hop, bu bo'ldi. Keyingisiga o'tamiz. Draw the asymptotic plot of
face. Mana face ham qildi bittada и asymptotic magnitudni ham qildi. Bittada ikkitani qaniq ishlab ketdi. Endi draw the Nyquist plot of G. Endi bu sal trickyroq. Hozir sen ko'rsatib beraman nimagaligini. Nyquist question nechi bu? 5 mingda. Hozir ko'ramiz. Da 5 ekan, 205. 5 ta yozib qo'ydim. Hop. Draw the Nyquist plot. Xuddi shuni yana ko'chirib olishing kerak. Plot of G deyapti, ya'ni mana shu G ni Nyquist'ini chizib ber deyapti. Nyquist chizayotganingda qara. Nyquist chizsam bo'ladi. Mana shu G ni Nyquist GP desam, GP deb belgilab olganmiz uni. Mana chizib beradi. Men ko'rayotgan bo'lsam, sal trickyroq deyman, nimaga bir xil payt mana bu narsasi yaxshi ko'rinmaydi. Ya'ni bu senga frequency response'da boshlanishiga mana bunaqa qilib chizib ko'rsatilgan. Ya'ni men bitta boshqacha example bilan, faqat Nyquist bilan emas, figure bilan plot qilib squeeze qilib qilingan. Nimaga? Чтобы mana bunaqa qilib olishing uchun. Qizil, yashil и bunaqa aylantirishing kerak. Qatdan qanaqa bo'lganini tushunishing kerak-da. Bu общийsini chizyapti. Ko'rayotgan bo'lsang, bu общийsini chizgan. Sen kattalashtirsan. Qaysi bittasi qizil, qaysi bittasi yashilligini bilib olishing kerak. Qizil bu haqiqiy aniq. Endi mana shunaqa qilib chizishing kerak-da. Keyin men bitta yozib qo'ygan. Mana qanaqa qilinganlari ko'rsatilgan. Mana ko'rayotgan bo'lsang, mana bitta bunaqa narsa bor deyapti, lekin anaqada yaxshi ko'rinmagan deyapti. Chunki men phasing pastga tushib tepaga ko'tarilganda pastda tushuntirib beruvdilar, lekin unchalik esimda qolmagan. Shu payt sal yaxshiroq tushundim, lekin hozir faqatgina mana shu anaqa matlabda qila olaman. Chizishni qo'lda qanaqa chizish tushuntirib beruvdilar. Men bitta mana bo'lib ketgani uchun ham men grafing yana qaysidir bitta nuqtadan bu yoqqa kelgani uchun ham buni men ya'ni tepaga ko'tarilib pastga tushganmi shunaqa. Чтобы sal trickyroq joy bor edi. Shuning uchun ham boshlanishiga mana bunaqa qilib chizib olgani yaxshi. Bu faqatgina bitta ma'murning o'zini Nyquist'ini chizib beradi. Hop, yana bitta figure qilamiz. Figure desa yana bitta figure ochib beradi-da. Nima shart emas. Hop, ray imaginary.
read on desang shu to'g'richa aniqlarni chizib beradi-da, shtobi qulayroq bo'ladi. Qizil nuqta ancha bu yoqda menimcha. Mana ko'rasan, общий aniq qanaqa bo'lganini ko'rsatyapti bu. Mana pastdan chiqib bundoq tushgan. Endi bir xil payt bu narsa yaxshi ko'rinmasligi mumkin-da, shunaqa deb aytib ketuvdilar-da pastda. Anig'i unchalik esimda yo'q to'g'risi. Ya'ni mana shuni chizib qo'yasan bo'ldi. O'zi to'g'ri ko'rinib turgan ekan, ya'ni qayoqqa qaragani ham ko'ringan. Qiziling mana bu yerdan chiqib mana bu yoqqa yuribdi. Lekin bunda ancha bunaqa qilib ko'rsatganda. Shunga sal trikkiroqda anig'ini keyinroq e'tiborlarni yaxshilab eslab ko'rib, unchalik esimga kelmadi qanaqa tushuntirganlar. Lekin buni anaqasiz tushuntiruvdilar-da. Nimaydi? Mana shunaqa matlabsiz qanaqa qilinishini tushuntiruvdilar. Sen ham bor eding-ku. Qanaqa qilinishini bilsang kerak. Ya'ni shunaqa qilib chizib olasan. Bo'ldi, bu ham ketdi. Nike 100 Plus'da o'sha sal ehtiyot bo'lganda, misol uchun yaxshi ko'rinmay qolishi mumkin-da. Bir xil case'larda Nike 100 yaxshi ko'rinmay qoladi. Shuning uchun ham ikkita narsani chizib, keyin qanaqa ko'rsatganlarini ko'rib qilishing kerak. Keyin 2.6 translate control requirement topdi, ya'ni translate qilishing kerak. Translate qilayotganingda men 1 bilan 2 ni o'zing tilingni tushuntirib berasan. Misol uchun steady state error with unit state preference is less than or equal to 5% topdi. Xohlasang ani equationni qo'yib qo'ysang bo'ladi. Xuddi shunaqa deyapti. Shuni aniq qiladigan controller kerak deb qo'yib qo'ysang bo'ladi. Xohlasang boshqacha misol uchun tushunganingni yozasan. Phase margin of at least 40 degree degani bu misol uchun Nichols'da -140 ta turgani deb shunaqa deb tushuntirib ketsang bo'ladi. Undan teparoq turishi kerak yoki o'zing tilingni tushuntirib ketasan-da. Ya'ni o'zbek tilida emas, ingliz tilida tushunarli qilib ular ham tushunishlari kerak. Hop, 2.7 design controller able to meet requirements, motivate your choice and right parameters values. Hop. Buni qildi controller dizaynda. Design controller partida qildi. Esingda bo'lsa, ya'ni birinchi partda, ikkinchi C-ni ham chiqazdi. Figurlarni hammasini olib tashlaganman. C-ni chiqazdi. Mana C, shuni yozasan. Xohlasang ana unaqa formada qilib yoz. Mana 9 chiqazib olsam, bir qo'shilgan deb yozasan-da. 1.49 chiqazib olib yozsang bo'ladi. Xohlasang shuni o'zini yoz. Faqat nimaga ikkita olganingni yozasan. Ya'ni bitta bilan chiqmadi, chunki figurda mana bunaqa bo'ldi deb tushuntirib qo'ysam bo'ldi. Keyin mana buni nimaga bunaqa deb olganingni yozsan ki KC ni valuesini yozishing kerak. KC shunaqa chiqdi. Keyin ikkita lead qo'shdim desam bo'ldi. Ya'ni ikkita leaddan ikkita qo'shdim, ya'ni kvadrat. Shuni tushuntirib qo'ysam bo'ldi. Bu yerga shuni yozasan. Ya'ni C ni valuesini mana shu общий yozib olasan. KC ko'paytirilgan lead kvadrat, ya'ni ikkita lead qo'shgansan KC-ga. Keyin draw the Nike spot of the closed loop dot. Closed loop degani qara. Mana shu plusdan ketyapti. GC, GA, GP, keyin GS, GF kelyapti. Mana shu общий closed loop hisoblanadi. Hop, senga yozib bering. Mana shu общий aniq closed loop. Ya'ni
plusdan kelyapti. Mana close bo'lyapti. Closed loop. Open loop'ni bilasan, mana anaqalarni polnis ko'paytirib chiqishing kerak edi. Open loop'da u L deb yozilardi. Closed looping bo'lsa closed loop ya'ni open loop taqsim bir qo'shilgan open loop hisoblanadi. O'zi polnis shunaqa bo'ladi. Chunki senga ma'nolarni mana ikkita narsani ko'pincha bir deb beradi. Ya'ni mana pastda ikkita narsani ko'pincha bir deb beradi. Buning bir bo'lganda closed looping mana shu narsa bo'ladi. Ya'ni mana shu closed looping hisoblanadi. Loop taqsim, ya'ni open loop taqsim bir qo'shilgan loop. Bu open loopim L1 manda open loopim. L1 ni yozaman, chunki oxirida L1 ni chiqazyapmiz-da. Lit kvadratda bitta shu loopga lit kvadratda qilib qo'shganman. Xohlasang open loop deb yozib qo'y. C ko'paytirilgan GP de L1 bilan bir xil narsa. Mana bu looping tepada GP ko'paytirilgan KC edi. KC ga lit kvadrat qo'shilgan. C bo'lsa KC ko'paytirilgan lit kvadrat hisoblanadi. Ya'ni ikkita lit. Keyin open looping mana bu narsa hisoblanadi. Endi bunga to'g'ri yozib qo'y. Open loop o'tgan open loop. Ham. Seriya xuddi shu narsa. Endi senga ko'rsatib tushuntirib beraman. Hop, qara. Ha. Bu yerda closed loop degani mana looping kelyapti. Mana shu loop hisoblanadi. Общий sanda C bor, GP bor bizani case'da. Ya'ni boshqa narsa aytilmagan. Qolgan hamma narsa bir, shuning uchun ham shunday bo'ladi. Closed loop degani mana kelyapti, mana ko'paytirilyapti, bu ko'paytirilyapti, keyin bu yana qaytib feedback bo'lyapti. Ya'ni orqaga feedback qilyapti. Shuning uchun ham uni formulasi, ya'ni oddiy looping tushuntirib berdim. Open loop, ya'ni open looping C ko'paytirilgan GP. Ya'ni botdan buni ko'paytmasi, ya'ni loopdagi narsalarni ko'paytmasi. Mana buni ochib olsang, qara. Buni ochib olasanda, mana shu chizuvgacha bo'lgan, mana bu yerda mana shu chizuvgacha bo'lgan narsalarni ko'paytirib chiqsang, ya'ni bundan mana nuqtangda bundoq kelib mana bu yoqqacha bo'lgan narsalarni ko'paytirib chiqsang, bu open loop hisoblanadi. Closed loop degani feedbackini qo'shasan, ya'ni mana bu narsa mana bu yerda qanaqadir R deylik. Ya'ni input, mana bu yerda output. Input bilan outputni o'rtasida C ko'paytirilgan GP bor. Buni yozib olasan. Taqsim bir qo'shilgan loop bo'ladi. Looping ham xuddi shu, ya'ni open loop taqsim bir qo'shilgan L bo'ladi. Mana. Ya'ni bu yerda mana tepada C ko'paytirilgan GP bor, R bilan Y ning o'rtasida. Shuning uchun C ko'paytirilgan GP qilasan. Keyin taqsim bir qo'shilgan pasi, ya'ni L loop funksioni, ya'ni ma'nolarni hammasini ko'paytirib chiqqani, mana bu yoqqacha bo'lganini ko'paytirib chiqqani. Shu narsa hisoblanadi. Closed looping shu bo'ladi.
Hop, endi buni bilib olding. Closed loop bu. Hop, bu yerda endi nima deyapti? Draw the Nyquist plot of the closed loop. Closed loop Nyquist plotni chizishing kerak ekan. Question 5 tamda Nyquist tuzganim. Shuna ko'chirib olasan buni, keyin botga qo'yib GP'ni o'rniga sealed yozsang, ya'ni closed loop. Bo'ldi. Endi buni senga chizib beradi. Ha. Ko'rsan bu shunaqa ekan. Ya'ni bu yerdan chiqib общий sistema endi. Stability ya'ni shu nisbati yaxshi. Buning ham ya'ni yaxshi turibdi, ya'ni mana bu yerdan bu yerda circle bo'lishi kerak emas-da, o'zi umuman olganda. Mana shuni chizib qo'yasan bo'ldi. Mana ko'rgan bo'lsang, mana bu yerdan qiziling mana bu yerdan boshlanadi. Yashiling bo'lsa, hozir mana qizil. Yashil. Sanda mana rotation yo'q. Ya'ni mana bu narsa yo'q. Ulab turadigan narsa yo'q. Circle of radius mana bu narsa yo'q, короче. Mana bu narsalaring bor, ya'ni qizil, yashil bor. Ya'ni qizil o'zingni asosiy anaqa. Uni image deydimi o'sha. Teskari machosi mana bu yashil. Shuni yozib qo'yasan bo'ldi. Ya'ni ikkita rangda chizishing kerak. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz. Buni tushunib oling qanaqa qilishni. Check the stability from EQ8 and initial control requirements provides the numerical performances. Xo'p. Initial control requirements. Hop, initial control requirements berish qiyin emas. Faqatgina 208 dan tekshir deyapti. 208 dan tekshirishing uchun senga mana bu yerda stability Nyquist anaqa kerak bo'ladi hozir. Feedback loops. Mana L14 ochib olasan. Bu yerda o'z stabilityni tushuntirib qo'yilgan, aynan Nyquist uchun. Nyquistda qanaqa bo'lishi. Kompol sal pastroqda. Mana. Aynan mana shu betda, nechinchi bet ekan? 44 yo'q, 31-bet ekan. Xo'p, bu yerda aytilyapti. P mana closed looping CL dot, ya'ni closed looping, P open loop qo'shilgan n. P all degani is number of poles of with real part 0 dan katta bo'lgan. Ya'ni bizda 0 dan katta bo'lgan polimiz yo'q. 0 bu. Any is number of encirclements of Nyquist plot of ya'ni loop functioning around the point -1 plus j0. Bu degani mana bu narsa. Mana bundan circle bu o'tadimi? Dot. Yo'q, bu bizani case'da circle bu o'tmayapti. Lekin p all ham bizani case'da 0. Demak, the number of PC manama closed loop, P closed loop of the root of the equation
with positive real part is given by. Hop, короче, mana p silly degani, ya'ni p closed loop degani, shu closed loopingdagi pollarni real partni, misol uchun agar bir chiqib qolsa, demak closed looping bu narsa anaqa bo'lmaydi. Nima deydi? Stable bo'lmaydi. Nimaga? Chunki closed looping sanda mana son. Xohlasangiz ZPK qilib ham tekshirib ko'rsang bo'ladi. Hop, ZPK hop, xohlasangiz ham yoz. ZPK mana shunaqa son. Ya'ni sanda pollarning ko'rgan bo'lsang, hammasi mamni negative complex conjugate, mamning ham negative complex conjugate, mam narsalaring hammasi minus. Ya'ni pollaring minusli, plusli emas. Ya'ni strictly negative desani polingni rooti strictly negative, but root ham strictly negative. Ya'ni real party strictly negative demak sana anaqa stable. Keyin botdan ham ko'rsang bo'ladi stableligini, chunki mana bu nuqtada encirclement yo'q. Keyin sana GP-da ham anaqa yo'q edi. Umuman olganda GP emas. Ya'ni P all degani is number of poles, ya'ni loopdi open loop degan, with real part noldan katta. Real part noldan kattasi yo'q edi. Esingda bo'lsa. Bu nol demak, общий closed looping, mana общий closed looping 0 chiqadi. Mana 2 lo 0 bo'lganini tushunadi. 0 qo'shilgan 0 bo'ladi. Ya'ni closed loopingdagi pol pozitiv pollaring 0, ya'ni yo'q degani bu. Shunaqa qilib turib yozib qo'ysang bo'ladi. Keyin numerical reference deyapti. Uni qilishing uchun MATLABga o'tasan. Bu narsani kerak emas, naykuz. Hop, buni tushunib olding qanaqa qilinganligini. Endi closed loop. Hop, stability and initial control requirements provides the record performances. Okay. Closed loop tushunamiz. Margin. Phase margin. Bunda ham phase margining 96.3. Yanlishmasam open looping uchun tekshirasan. Ya'ni closed looping uchun emas, open looping uchun tekshirasan, keyin anaqasini ham yozib qo'yishing kerak. Steady state errorini yozishing uchun step ham kerak. Sen figure deysan, ya'ni bitta ochib olasan. Butga yozasan. Step, ya'ni step berishing kerak. Closed loopingga step berasan, chunki boshda aytilgan. Steady state error with unit step reference is less or equal to 5% degan. 5% degani o'zi 1 bo'lishi kerak edi. Ya'ni 1dan 5% bu 1 butun o'sha 5% ga farq qilishi mumkin o'sha bir value. Hozir tushuntirib beraman. Ya'ni C leads Paraken stepni 300 deb olasan.
yoki sal kattaroq range ko'rishing kerak desan, shunga 300 deb olganing yaxshi. Ko'rasan qanaqadir anaqadan chiqyapti bu, keyin tushib o'sha stable anaqaga ketyapti. Amplitude doti 0.95. 0.95 degani o'sha 5% ga farq qilyapti. Ya'ni sen requirementdasan, chunki equal to 5% degan. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsang, unit step reference is less or equal to 5%. Ya'ni to'g'ri anaqa requirementda turibmiz. 0.95 deyapti amplitude, ya'ni 5% ga farq qilyapti. O'zi 1 bo'lishi kerak. Step berganingda o'sha step degani o'sha 1 ga bitta ko'taradi bo'ldi, 1 bilan ketish kerak edi. Lekin senda 0.95, chunki requirement etib qo'yilgan steady state error 5% bo'lishi kerak degan. Mana shu narsa error hisoblanadi. 5% da turibdi. Hop, keyin bu yerda face margining 96. Lekin o'zi biz open loopga hisoblagan edik. Xohlasang closed loop face margini xuddi shu yozsan, keyin open loop face margini, ya'ni bitta figure qilamiz. Figure. Open loop deb yozib qo'yasan. Hop, step shart emas, bizga margin kerak. Open loop mana. Open loop desam, buni ham bitta qo'ygasan, ya'ni open loopingni face marginini ham yozib qo'ysang o'zing yaxshi. Shunaqa qildim desanda, o'zi open loop face marginiga qarab qildik-ku boshda. Mana bu open loopingniki figure 3-chisi, ya'ni 47.4 degree to'g'ri anaqada turibmiz, controller dizaynda. Keyin общий anaqada error 5% tashkil qilyapti, chunki 0.95. Keyin figure 1-da, ya'ni общий closed looping face margin 96.3. 96.3 degani shu 40 dan katta, demak requirement turibmiz. Shunaqa deb yozib qo'ysan bo'ldi.